Salom do'stlar, sizlar bilan Minecraft Me. Hozirda biz mana shu har xil modlarni sinab ko'ramiz. U modlar sinaydimi yo'qmi video davomida ko'ringlar. Hozircha bizga like bosib obuna bo'lib qo'yinglar. Bu YouTube'da birinchi videoyim desam ishonmanglar. Lekin men bu videoni sifatli chiqishiga harakat qilaman. Yo'q, hozirda modlarni sinab ko'ramiz. Hop, birinchi moddan boshlaymiz. Mana bu yerga kirib olamiz va pastga tushirsak, yo'q, men adashib ketdim. Va mana bu modlar ko'ryapsizlarmi? Xuddi dokumenti ham bor ekan. Birinchi bo'lib mana shu TNTdan boshlab ko'ramiz. Hop, keyin sekin asta boshqa modlardan ham sinab ko'ramiz. Qani bo'lmasam mana yadroviy bombadan sinab ko'ramiz. Hop, qani qochib turaylik. Bu uzoq portlaydi, o'zim ham sinab ko'rganman. Mod o'xshamadi. To'xta, boshqa bo'lishi mumkin. Hop, hozir xullas bu mod o'xshamadi deb hisoblaymiz. Просто skin berib qo'yibdi. Bo'lmasam mana nima ekani qani mashi hozir to'xtab turinglarchi. Bitta narsadan yana chaqirib ko'rish uchun mashi nima modlar bor? Mana shunda qo'yib ko'ramiz. Qani bu boshlaymiz. Mana qanday men ekan? Yo'q, bu super talisman ekan. Hamdan kiramiz-da. Mana bu yo'q qo'ysa bo'lmas ekan. Men olovdan saqlab berar ekan bu. Buni olsaychi. Mana bunga kiramiz. Qilg'uch. Shunaqa narsa ekan bu. Bo'lmasa mana buni qo'yib ko'ramiz hozir tez. Bu boshqa narsa. Mana nima portalmi bu? Portal menimcha. Mana nima? Voy. Qanaqasi bo'ldi endi? Voy. Bu Lucky Block modi edi. Hop, bo'lmasam yana boshqa modlarni sinab ko'ramiz. Mana bu nima ekan endi? Hop, mana shu saruvlardan sinab ko'ramiz hozir. Ketdi. Birinchi sarug'imizdan sinab ko'ramiz. Bu sigir. Bu ham sigir. Qanaqa jonzot bu endi? What the fuck, bro? What the? Mana nima ekan qa? Sigir o'ldirib ko'raylikchi. Qanday o'lsangchi sigir. Voy. Hozir o'ldiramiz sen go'shtni yeyman shu. O'lasan hozir. Nima tusharkini? What the? Bu Lucky Blockli sigir ekan. Do'stlar, mana shu modda sizlarga ko'rsatishimni xohlasanglar, mana shu videoga like bosib qo'yinglar. Hop, endi keyingi modlarga o'tamiz. Keyingi modlarda mana qanaqa tayoqcha ekan endi. Hop, mana shuni olamiz. Mana tayoqchadan ham olib ko'ramiz. Nima endi?
modlarimiz. Sifatli modlar degan bor edi. Bu birinchi qismi edi, bu ikkinchi qismi. Bu modlarimiz eng zo'r sifatli modlar. Bo'lmasam kanalimizga obuna bo'lib, like bosishni esdan chiqarmanglar.